Hop, oxirgi darsimizga yetib keldik. Bu darsda sizlarga imtihonda beriladigan vazifani to'liq bajarib ko'ramiz. Ya'ni imtihonda sizlarga shunday turib uy yasash vazifasi beriladi. Demak, hamma razmerlari bor, modellari bor, chetoji bor. Ishni boshlayversak bo'ladi, xudo xolasa. Demak, birinchi o'chitda sizlarga bu fayl beriladi. Ya YouTube'da zakrib etamiz, ya Telegram'da tarab beramiz. Bu fayl beriladi sizlarga. Faylning adı 4-ders fayli. Ne alamiz? Yana bir yerda planirovkamiz bor. Yana bir yerda namunamiz bor. Birinchi planirovkaga dapadan top ko'rinishdan qarab olamiz. U uchun ya ibni bosamiz. Mana topni. Ya bo'lsa T degan knopkani bosamiz. T, keyin Z ni bossak, planirovkamiz topib beradi. Endi standart primitivlar o'tamiz. Create bo'limini o'tib, shapes o'tamizdan line ni olamiz. E'tibor beringlar, bizlara devorni faqat cheti kerak. Yani eksterior işleyen vaqtimizda biz hep içanday devorlarni ishlaymiz, faqat tashqi devorlarni ishlaymiz. Mana eshiklarni qo'yamiz. Demak, top ko'rinishi o'tamiz, line ni oldik. Magnitni yoqamiz. Magnitni bir qator tekshirib olishimiz kerak. Ustidan bir yon tarafini bossak nastroykasi chiqadi. Bizda grid point, vertex, midpoint ham turamiz kerak. Options o'tsak, eshik ikkisini pichga qo'ygan bo'lishi kerak. Demak, magnitni yoqdik, line ni oldik. Keyin birinchi chetdan bismillah deb bosib yuboramiz ishni. Qaranglar. Chizecek vaqtimda mishkani mushab barsam, sari plus chiqadi. Hash chiqqan vaqtda mishkani bossam, chiziqni shu yerdan bosib chizib boshlaydi. Demak, chiziq chizjakda mishkani bir marta bosib olaman. Argi primitivlarga o'xshab bosib turibman. Bir marta bosib oldim. Keyin ketdi. Bu musha chizaman. Keyin eshik oyna bojayda bir to'xtab o'taman. Nimaga bu yerda oyna bor, bu yerda bir to'xtayman, bu yerda bir tak, bu yerda mishkani bir marta bosib olib turibman. Erimda bosib tursangizlar, bunda qiyshiq chizib beradi. Mabodo qiyshiq chizib bersangizlar yo xatoyra nerlarga qo'yib bersangizlar, muammo emas, unda o'g'irlab bersak bo'ladi. Demak, davom etib ketaverish kerak prosto. Davom etamiz. Har bir oyna eshik joyida bir to'xtab o'tamiz. Bu yerda bor eshik, bu yerda bor. Yaqinlashtiraman, nuqta qo'yaman, yaqinlashtirib qo'yaman. O'zingiz udobni etib ishlayman xullas. Mabodo men bu yerda nuqta qo'yish yoddan chiqib ketsa ham zarar yo'q. Buni doğrulasak bo'ladi. Turdi maqsad shu yaxshi. Xato aytasan, doğrulasa bo'ladi. Nechego. Demak, qo'yib o'tib ketamiz, qo'yamiz. Keyin oxirgi bir nuqta olgan vaqtda bosamizdan yes ni bosamiz. Endi xatolarimizni doğrulashni o'tamiz. Bu uchun modify bo'limini o'tamiz. Nuqtaga kiramiz. Yana qaranglar, bunda mena 3 xil element bor. Editable polyda 1, 2, 3 ni bosib o'tiradik. Bunda mena nuqtalar bor, segmentlar bor, splinelar bor. Demak, biz hozir nuqta kerak belgilaymiz. Yine benim xato qo'yilganini belgilaymandan W ni bosib surishni. X Y o'qib o'chirishni. Yine benim o'shamanlar. Bir kelib, mana qarang, ustidan ikkani listerga chiqadi, ikkani bera qo'yaman. Keyin bu yerda nuqta qo'ymay ketgan yerlarim bor edi bu yerda. Bu yerda nuqta qo'yish uchun yana bu yerda modify listda refine ni bosamandan bu yerga bir bosaman. Keyin bu yerga qo'ymoqman. Bu magnitni yoqib qo'ymayman, qarang. Magnitni bossam ustidan keladi, bosib chiqaman. Yani yerda xato qildim. Keyin refine o'chiraman, ishga o'ng tarafini bossam o'chadi. Keyin hamma segmentlarni, splinelarni belgilab olaman. Ctrl A ni bosib belgilasam ham bo'ladi. Ctrl A. Keyin mishga o'ng tarafini bosib, prosta shu cornerda yana qo'yib beraman. Mishga o'ng tarafini bosaman, cornerga qo'ydim, bu yerlar to'g'rilandi yana. Endi keyingi ishimiz, qaranglar. Spline o'tamiz, 3 ni bosamiz, ya bo'lmasa qaranglar. 3 ni bosaman, spline o'tdim. Bu spline'ni belgilab olaman, belgilab olmasak ishlamaydi. Keyin bu yerda men pastga tushamandan outline ni topaman. Keyin shu outline'ni yozaman. Devorning qalinligi, devorning qalinligi qancha bo'ladi? 40 sm bo'ladi. Demak, 40 deb yozamandan enter ni bosaman. Qarang, hozir bu chiziqni ko'chaga tashadi. O'zi aslida ichini tashishi kerak edi. Ctrl Z ni bosaman. Yana beri -40 deb yozaman. İçine taşıdı segmentini. Endi line'dan chiqamiz. Yine chiziqning ustuna bossam line'dan chiqadi. Endi buna qalinlik beradigan, ya'ni o'stiradigan modifikatorlar beraman. Qaysi ular? Birisi shell, ikkinchisi extrude. Tabii extrude'ni beramiz. Extrude bosaman. Keyin bu yerda devorning balandligini yozib qo'yibman. 330 cm. Demak, bu yerga yozamiz. 330. Enter. Keyin bu yerda segment isteyen bor. Şöyle 2 dana segment qo'yib beraman. 1, 2. Segmentlarni ko'rish uchun F4 knopkasini bosaman, mana segmentlarimiz ko'rindi. Yine bu oyna eshiklar bor joyda
segment tushgan bizada. Bunga ham 2 segment tushdi. Endi buni ustidan edit poly modifikator berib, oyna eshik joyini ochib chiqsam bo'ladi. Boshqa magnitni o'chirib olaman. Bu yerdan bosib, yozsa S'dan knopka bosib magnitni o'chiraman. Buni ustidan edit poly modifikator beraman. Keyin poligona o'taman. Keyin yodlaringizda bo'lsa, oynani ochish uchun men bir funksiya o'rgatdim. Buni olib qaranglar. Ishada oyna boyni. Oyna boyokini F3 dan knopkani bosib ko'rsak bo'ladi. Endi bunda ikki chiziq oynani belgisi. Demak, aldani belgilayman. O'zimga belgilagan vaqtda yana bir narsa aytib qo'y. Bu K ni bosib qo'ysangizda, select object ni bosib qo'ysangizda orqaga ishlaysiz. Sababi, agar surish turgan bo'lsa, belgilayman deb bunday surib boshlaringiz mumkin devomli. Shunday bo'lmasligi uchun yana bu knopkani bosib qo'ysangizda, yana orqaga ishlaysiz. Surgan bo'lganda chat qo'ying, ko'rib belgilab qoladi. Demak, aldi tomonni belgilayman. Orqa aylanamandan kontrolni bosib turib, orqa tomonni belgilayman. Endi menda ikki tomon belgilandi yana. Bridge ni bosaman, mana joy ochdi. Yana shu gap, aldi orqa bridge. Shunday etib, oyna eshik joylarini ochib chiqamiz yana. Bridge. Eshik joyidan chatamiz. Qaranglar. 2 poligonni belgilayman. Yana shu gap, 2 poligonni belgilayman. Bridge ni bosaman. Shunday etib, oyna eshik joylarini ochib chiqamiz. Bu narsani yoddan chiqarmanglar. Bu yerdan bir eshikimiz bor. Bu eshikni ham ochib ketamiz. Bridge. E'tibor beringlar, lishniy poligon belgilab bersam, masalan, indikator belgilab bersam, banda 1, banda 2 bo'lib qoldi-ku. Bridge ni bossam, nima bo'lib qoladi? Bitta bo'lib qoladi. Ctrl Z ni bosib orqaga qaytamiz. Alt ni bosib turib lishniy belgilagan poligonimni o'chiraman. Ikkisi qoldi ko'ri. Bridge ni bosamiz. Keyin ko'ri bir tarafni poligonni bossangizda bridge ishlamaydi. Bir tarafni bosamiz, ikkinchi tarafini ham bosamiz, bridge ni bosib poligonlarni belgilab ochib chiqamiz. Demak, bridge. Ana, hamma oyna eshigimiz ochildi, xudo xolasa. Endi muammomiz bor. Qaranglar. Bu yerda P100 H160 ta ko'rman. U da endi. Yana bu podakonnik oynani teni balandligi 100 cm, ya'ni 1 metr. Oynani o'zini balandligi esa yana beri 160. Hozir bizda nechada turibdi bu, qaranglar. Yana bunga o'tamanman. W ni bossam, menda bu yerda koordinatalar o'qini ko'rsatadi. Hozir shu balandligi mana Z o'qi bo'yicha 110 cm balandlikda turibdi. Zonas 10 cm baland turibdi. Hammasi shunday. 110. Buni cheksak bo'ladi, qaranglar. Front ko'rinish o'taman, buni bosib. Keyin nuqtalarga o'taman. Nuqtalarga birni bosib, yo'lsa birdan bosib o'taman. Keyin mishkan bosib turib tortaman. Hamma nuqtalarni belgilab oldim men. Keyin bulan balandligi Z o'qi bo'yicha 110. Men shuni ustidan mishkan 2 marta bosamandan 100 deb yozib enterni bosaman. Hammasi 1 metr tushdi. Endi yana front ko'rinish o'taman. F ni bosib, yo'lsa yana birdan ustundagi nuqtalarni belgilayman. Demak, bu yerdan bericha 100 metr bo'lsa, 100 cm bo'lsa, oynani o'zini balandligi yana 160 bo'lsa, mana shu ustundagi nuqtalar ichida turishi kerak. To'ppa-to'g'ri 260 ta qo'yamiz, enter. Hop. Demak, buni ham qo'yib oldik. Endi lekin ba'zi bir o'zgarishlar bor bu yerda. Masalan, yana bu yerda fortishkamiz bor, bu sanozelimiz fortishkasi. Bunda H 160, oynani o'zini balandligi 50. Yana bir eshikimiz balandligi 210. Yana bir eshikimizning balandligi 230 masalan. Shu yerlarni o'zini alohida to'g'lab chiqamiz. Uni to'g'lashni nasıl ko'rsataman. Demak, endi poligona o'tamiz. Nuqta kerakmaydi bizga. To'g'ri, fortishkadan boshlayveramiz, kichkinaroq. Yana beri 160 mi? Belgilaymiz. Zeta 160 deb yozamizdan enterni bosamiz. Yana bu usti 50 mi? 160 50 ni ko'rsak, to'ppa-to'g'ri 210. Hop, yana buni usti 210 ekan. Demak, bu yerdan qarayman, poligonni belgilab olaman. E'tibor beringlar, yana bir narsa W ni bosib ko'rmasangizlar chiqmaydi. Ya'ni yana surishni bosib ko'rmasangizlar chiqmaydi. Masalan, bunda chiqmaydi. Bunda chiqmaydi. Faqat W bosganda chiqadi. 210 enter. Hop, yana bu 230. 230 enter. Yana bu 210.
Enter. Yine bulanı taklap çıktık. Şimdi ozgina işimiz kaldı. Demek edit polidan çıkamiz. Şimdi bir de aynı eshiklarimiz bor. Shularni joyli-joyini ko'rib chiqsak bo'ldi. Va kichkinadan boshlaymiz. Fortishkadan. Fortishkani olaman. Men uchun udobniyroq top ko'rinishda ishlash. Top ko'rinishi o'taman. Ben fortishkani X o'qundan tortib kelib bu yerda kelaman. E'tibor beramiz, qaranglar. F3 degan knopkani bossam bana nari skletini ko'rsatadi yana. Devor turibdi, devorning skletini ko'rsatadi. Demak, F3 ni bosaman men, aylantiraman. W ni bosib sal barrak suraman. Aylantirish knopkasi E. Demak, bu oynamiz o'z joyida o'tdi keyin. Joylashtirdik. Keyingi oynani o'tamiz. Bu kichkina oynalar. Mana eldinik. Olamiz, yana top ko'rinishi o'taman. Kelib joyina qo'yaman. F3 ni bosaman. F3 ni bosaman deganda yana F bilan 3 ni bosib o'tirmanlar. Tepada F3 degan knopka bor. Demak, bu yerga oynani qo'ydik. Endi bir kichik ham shu oynani o'zini kopiya etishimiz kerak. Bu uchun kopiya etish navbatda Shift ni bosib turib X o'qi bo'yicha tortaman masalan. Kopiya bo'ldi. Demak, bizlara instance bo'lsam bo'ladi, kopiya bo'lsam bo'ladi. Xullas, kopiya etamiz. Keyin joyini kelamizda endi buni aylantirish kerak. Aylantirish knopkasi E. E ni bosaman. Demak, aylantirish magniti yonib turibmi yo'qmi shuni qarayman. Yonib turgan bo'lsa, bu 5 gradusdan aylanadi qo'shiraq bo'lib. Demak, 35 gradus aylantirsak normalniy ekan. To'g'rilashtirib qo'yaman bu yerga. Endi bu taraf ham qo'yishim kerak. Bu tarafga qo'yish uchun bizda nima boradi? Mirror boradi. Mirrorga bosaman. Yani aylantirdi, lekin buni instance etish kerak. Instance z emas, x o'qi bo'yicha yana mirror etamiz. Kelib qo'yamiz. Shuni hech qilib bir joylashtirasizlar endi deyman. Balandliklarni ko'ramiz, to'g'ri-to'g'rimi? To'g'ri-to'g'ri. Endi yana 3 ta oynani kontrolni bosib turib belgilab olaman. Uchisini shift ni bosib turib kopiya etaman. Instance yana top ko'rinishi o'taman. F3 ni bosaman, bu yerda to'g'rilab qo'yaman. Yaqinlashtirib ko'ringlar bu yerda yaxshi turibmi, yo'qmi? Alloh xolasa bu oynalarimiz ham tayyor. Endi yana bu bir dona bu oynani olamizdan yana bu tarafga qo'yishimiz kerak bu yerga. Oynani belgilayman, shift ni bosib turib Y o'qi bo'yicha tortaman. Instance top ko'rinishi o'taman. F3 ni bosaman, kelib qo'yaman, aylantiraman, aylantirish belgisi E. E ni bosamiz, aylantirib qo'yamiz. Salbarak tortamiz. To'g'rilab qo'yamiz, xullas. Keyin keyingi oynani yana bu oynani olamiz. Joylab boramiz, top ko'rinishi o'tamiz. E ni bosib aylantiramiz. Tak, joyini kelamiz. Endi eshiklarni joyiga qo'yamiz. Bunda ko'cha eshigimiz. Kelib yere qo'yamiz. Top ko'rinishdan qaraymiz. Top ko'rinishimiz qanday? Mana. Qaraymiz. Barrak tortamiz. Bu yerda eshigimiz. Buni olamiz. Kelamiz, bu yerga qo'yamiz. Aylantiramiz. Endi shu yerda bir masala o'rtoqlar. Bu eshikning ruchkasi banda, lekin bu yerda eshikni bana ochilgan. Buni chatib aylantirishimiz mumkin bana. To'ppa-to'g'ri. Mirror bilan mirrorni bosamiz. Demak, kopiya kerakmidi? No clone bosaman. Demak, x o'qi bo'yicha emas ekan, y o'qi bo'yicha ko'chirsam, mana endi to'g'ri bo'ldi. Olamiz, joyini qo'yamiz. Endi bu yerda yana bir eshigim bor. Shift ni bosib tortib kelib bu yerga qo'ysam, instance etsam ham bo'ladi ekan. Instance etib berib qo'yaman. Shu bilan eshigimiz ham tayyor. Umuman olganda ekzamen uchun kerak bo'ladigan narsalar shular. Shu uyni normalniy etib tiklab bilsangizlar, bu oyna eshikda joyida dursa, birsida bir space bo'lib yotmasa, yana bir razmerlar to'g'ri kelsa, umuman shuni akkuratni etib ishlangan bo'lsa, muammo yo'q, imtihondan o'tdingizlar. Hozir bizda taxminan bir 12 minutlik vaqt ketdi. Mayli tushuntirganlarim, nimalar bilan ostan ishlaydi, lekin sizlar imtihonda xudo xolasa 40 minut yo 1 soat vaqt beramiz. Ana bu faylni sizlarga tashlab beramiz. Maslahatim shu uyni o'zini 3-4 marta qayta tiklab ko'ringlar.
Yana bir chan tarafdagi devorlari bilan diklangan. Xullas, ko'p mashq etsangizlar yodda qoladi. Agarda kompyuterlaringiz bo'lmaydigan bo'lsa, hozir aytgan ishlarimni ketma-ketligini yozib olaman. Men o'shatdim, qaysi funksiyani o'shatadi, hammasini yozib olsangizlar, imtihonda shu konspektdan foydalanishga ruxsat beramiz. Va imtihonda xudo xolasa sizlarga omad tilaymiz. Bu narsadan hech qo'rqish shart emas. Bu qisqa dars ekadi, sizlarni 3D Max bilan tanishtirib olish uchun. Hali xudo xolasa kurs boshlanganda 3D Max'ni to'liqroq aytib, yaxshiroq aytib o'tamiz va bundan tashqari ko'p qiziqli narsalar bo'ladi xudo xolasa. Hammangizga imtihonda omad, hammangizni kursimizda kutib qolamiz.